Bitta savol beraman. Agar to'g'ri bo'lsa, kommentariyada qo'lovchi belgisini tashlab ketaverasizlar yengil. Aka, men короче o'ynaymiz biz komanda bilan. Komanda chotki, dunyoda yo'q komanda bu. Mana birinchi men o'ynayman, yaxshi, normalniy, chotki, dostoyniy, zo'r o'ynayman. Lekin ping bo'ladi. Ping zarba qilib hammasini ko'taga tiqadi, keyin o'ynagim ham kelmay qoladi. Lekin mana uchta dalbayib bo'lsa, bular poxxo getar yuribdi bu. Mana bittasi bo'lsa dalbayib yibanga o'xshab cho'rt dastini ochkosini ko'targan yuribdi. 8000 ekan bu ochkosi. Ashini ko'tarish kerak ekan. Dalbayib o'yna deyapman. Men yo otishmayman deydi. Ko'p. Yana bitta dalbayib bo'lsa, erib savab turib, eribsini missiyasini yana bajarib yuribdi. Belki kamiga bechara 20 FPS o'ynaydi bu. Yana bitta dalbayib short bo'lsa, eventga tushadi, sirazi o'ladida. Undan keyin sirazi talpaga tushadi. O'zi FPS ham ja u tideraz 120 FPS da o'ynamaydi. 45 da o'ynaydi bo'ldi. Unda ham bot. Shunda tushadi, o'zini pizdes o'ynayman deb o'ylaydi, lekin pachengaga tushadi, pachenga tushgandan keyin og'ziga berib qo'yishadi orqasidan. Viktorlar. Keyin bular ko'tarish kerak, ko'targani boradiganga borganimda, nihoya to'tta Viktor o'tirgan bo'ladi, boxda hammani og'ziga berib ketadi. Ko'tlar. O'ynashsang o'ynash, to'g'ri o'ynash yiballar.